Bayram Ali. Hamdardlar. Hikoya. O'spirin qovoqxonaga javdirabgina kirib kelganda erkakning kayfi allaqachon tarqoq edi. "O'zbekmisan?" so'radi erkak o'spirinni yoniga imlab chaqirib. Garchi bu yurtda o'zbeklarni onda-sonda uchratsa-da, ayni shu dam, ayni shu gal mehri iyib, yuragi boshqacha urib ketgandi uning. Keyin esa odatiy hol hamma dilkash ulfatlar kabi yosh hamyurtini mehmon bo'lishga undadi. Albatta, o'spirin ham spirtli ichimliklar sotiladigan do'konga ko'k choy ichish uchun kirmagan edi. Ko'p o'tmay u ham sarxushlikda erkakka yetib oldi. Ikkalasi galma-gal bir-birini cho'ppilatib o'par, go'yo eng qadrdon insonlardek quchoqlashib, yig'lab-siqtab bir-biriga dardini dasturxon qilardi. "Ne plach, sinok, yig'lama!" Erkak ko'p yillardan buyon bu yurtda yurganidan ona tilidagi kerakli so'zlarni topishga qiynalibroq o'spirinni yupatardi. Uning yuzidan o'pmoqchi bo'lar edi-yu, cho'chchaygan lablari mo'ljalda adashib, yigitchaning sochlari quloqlariga bosilardi. "Nega jilamayin aka? G'irt yetimman men, qip-qizil yetimman. Bu hayotning enasini..." Sof voha lahjasida buralib so'kinib stolni timdalardi o'spirin. "Kimningdir otasi yo'q, kimningdir enasi. Menda shularning ikkalasiyam yo'q, eshityapsizmi? Yetimman, g'irt." Yana stakanni to'latib sipqirishgandan so'ng erkak so'radi. "Shto? O'lganmi ular?" "Enam o'tgan yili." O'spirin tag'in piq-piq yig'lab stolni tirnashga tushdi. "Otam esa men uchun o'lgandan ham battar. 1000 marta, million marta battar. Hali chaqaloqligimdayoq bizni tashlab, dom-daraksiz ketgan. O'ynashi bilan. O'ynashi bilan qochib ketgan, yaramas. Oh, kozyol, oh, to'ng'iz, bunaqalarni basharasiga..." Jahlini bosolmasdan avval stolga, so'ngra manglayiga ustma-ust musht tushirdi erkak. Enam uni shuncha payt kutdi. Oxiri kuyib kul bo'ldi bechora. Gapini davom etishga monelik bo'lmagach, o'spirin odatiga ko'ra stolni timdalab, so'zda davom etdi. "Siz meni bo'yimga qarab go'dak demang aka. Aslida men ko'rmagan xo'rliklar qolmagan. Tog'amning uyida ulg'aydim. Enam dod solishiga qaramay, uyga qamab urar degan nomard. Tayoqlab urardi, kaltaklab." "Tayoqlab?" Azbaroyi tutaqqanidan erkakning ko'zlari olayib ketdi. "Shton, on psix, что ли? Nega uradi?" "Maktab davrimdanoq bas degancha oqidan urardim." Tomog'iga chertib, shinavandaga xos ishora qilib qo'ydi o'spirin. "Lekin nima achsam o'zimni pulimga chipmanda. Cheksam o'zimni pulimga cheksam, o'sha vaqtlardayam odamlarning tomorqasini sug'orib berib pul ishlardim. Mol bozorga borib echki qo'y sotib olgan kishilarni qo'yi, echkisini bozor chekkasidan yashirincha tashqariga chiqarib berardim. Chekka to'laydigan miqdordan kamroq 3-4 so'm berishardi keyin. Tog'am esa otam emas-ku. Otamga o'xshab nasihat qilishga urinardi. Mol. Necha martalab sig'indisan, qachon yo'qolasan deb enam qonu zardob qilgan bilsangiz. Aslidayam enamni o'shaning ta'nalari edi. Mana endi kuyadigan hech kimim yo'q. Sang'iy berib shu yerlarga kelib qoldim-da aka." Stolga boshiga mushlayverib, qo'li og'rib ketgandanmi yoki bolaning hikoyasi o'zining xiyonat barbod qilgan hayotini esiga tushirib yuborganidanmi, erkak ma'yus o'ylar girdobiga cho'kib ketdi. "Turmush qurmadimi keyin onang?" deya so'radi. O'spirin yelkasi osha erkakka yovqarash qilib qo'ydi. "Yo'q, u yaramas buzuq otamni kutardi. Uydan lom-lim demasdan ketgan uchun qachondir qaytadi deb ishonardi bechora." Erkak yana o'spirinning qulog'ining chetlaridan cho'ppillatib o'pdi. "Oy, молодец, tvoya mama angel", dedi o'pkasi to'lib. "Men ayol zotidan nafratlanardim. Ko'rgani ko'zim yo'q hammasini. Ishonsang, aslida oliy ma'lumotli odamman. Bir yengiltakni deb
Buzilib ketgan butun hayotim. Ammo sening onang farishta. Kimni aytyapsiz yengiltak deb? So'radi o'spirin shishada qolgan aroqni oxirgi tomchisigacha stakanga quyishga urinarkan. Bu savol bilan u erkakning o'z hayoti haqida gapirib berishiga beixtiyor turtki berdi. Sarxush bo'lsa-da g'amdan yuzlari qorayib, yuziga iztirob ko'lanka tashlaganidan erkakning hikoyasi o'spirinnikidan-da alamli ekanligi sezilib turardi. Bu paytga kelib uning kayfi ham ancha tarqab qolgandi. "Xotinim", dedi u go'yo o'zi bilan o'zi gaplashayotgan alfozda. "Turmush qurganimizdan keyin tezda farzandli bo'lavermadik. Uni tekshirib ko'rgan doktorlar farzandsizlikka sabab yo'qligini aytishdi. Keyin xotinimdan yashirincha o'zim ko'rindim. Shifokorlar esa mendan nimaydi-ya, sun'iy urug'lik olishni tavsiya qildi. Aytdiki, busiz hech qachon." Erkak uzanib mutlaqo tinglamay qo'ygan o'spirinning yelkasidan quchdi. "Endi tasavvur qilyapsanmi, u menga farzand kutayotganini aytganda qay ahvolga tushganimni?" dedi lablari qalt-qalt titrab, yigitning boshiga boshini qo'yib. "Hamma dardim ichimda edi. Nima ham dey, axir qanday tilim borardi? Ichimda yonayotgan olovni hech narsa bosa olmasdi. Hech narsa. Alamimdan har kuni ichib kelib uni do'pposlardim. Uydan yo'qol, boshqasiga uylanaman deb urardim nuqul ataylab qorniga tepardim. Ammo Xudo bunaqa harom-xarishni ham oson saqlarkan. O'sha bola tug'ildi. O'g'il. Men yana biroz vaqt chidadim. Bir kuni esa taqdirim shu ekan deb xotinimga ham, uning haromi bolasiga ham tupurdim-u, o'z uyimdan bosh olib chiqib ketdim. Keyin bu yerlarga kelib qoldim. Xullas, ko'rib turganingday na uy, na joyi, na oilasi bor badbaxtman." Endi hamdardlar so'zsiz. Bir-birining yelkasiga suyanib jimgina o'tirishar. O'spirin har zamonda esnab qo'ysa, ko'zlari jiqqa yosh erkak ahyon-ahyonda manglayiga mushtlardi. Ularga aroq ulashib turgan qahvaxona egasi esa sal uzoqroqda. Ularga ajablanib qarab qo'yardi. Yo'q, uni hamdardlarning hayotiy voqealari ajablantirmasdi. Uni ajablantirayotgan narsa shu ediki, bu ikki hamdard bir-biriga misoli ikki tomchi suvdek o'xshab ketardi. Ularning do'ng peshonalari, turtib chiqqan yanoqlari, qalin qora qoshlari-yu yapaloq burni aynan o'xshar edi. Ota-bolaga o'xshaydi, tavba, deya ajablanardi mijozlari kamligidan zerikayotgan qahvaxona egasi. O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi 2023-yil 36-son.